Man sport bilan shug'ullanaman. Rus tilida qanaqa bo'ladi? Я занимаюсь. Ko'pchilik hozir я занимаюсь с спортом degan bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik bilanni s deb perevod qiladi va bu to'g'ri. Lekin bu vaziyatda s ishlatish noto'g'ri. Mana nima uchun? Eslab qoling, s birgalikda degani. Mana ikkita misol. Birinchisi, men oyim bilan faxrlanaman. Birgalikda faxrlanyapman degan narsa yo'q. Значит, s ishlatmaymiz. Я горжусь мамой. Ikkinchi misol, men oyim bilan ketyapman. Birgalikda harakatlanyapmiz. Shuning uchun ham s ishlatamiz. Я иду с мамой. Qani endi aytib ko'ring. Men oshni qoshiq bilan yeyman. Hozir ko'pchilik я ем плов с ложкой dedi. Bu noto'g'ri. Agar я ем с ложкой deydigan bo'lsangiz, ложкani osh bilan birga yeb olishingiz kerak. Это неправильно. Я ем плов ложкой bo'lishi kerak. Shunda to'g'ri. S не надо. Yana bitta misol ko'rib chiqamiz. Я ем хлеб с маслом. S kerakmi, kerak emasmi? Bu yerda kerak, chunki maslani xleb bilan yeb oriladi. Maslo yeyiladi, ложка yeyilmaydi. No, lekin с праздником, с Новым годом. Tabriklar bilan s ishlatiladi, birgalikda значенияsi bo'lmasa ham. Buni eslab qolish kerak. Сохраните, пригодится. Saqlab qo'ying, kerak bo'lib qoladi.